Ko'pchiligimiz Qur'ondagi Kahf surasini bir necha martalab o'qiganmiz. Ushbu surada inson tanasidagi hech qachon uxlamaydigan sezgi a'zosi zikr qilinganiga e'tibor berganmisiz? Alloh taolo mazkur suraning 11-oyatida shunday marhamat qiladi. Bas, o'sha g'orda bir necha yil ularning quloqlariga urib uxlatib qo'ydik. Xo'sh, nega g'orga berkinib olgan yigitlarni uxlatish uchun ularning quloqlariga urildi? Ma'lum bo'lishicha, insondagi barcha sezgi a'zolar uxlar ekan. Ya'ni inson uxlagan paytda ular ham uxlar ekan. Faqatgina quloq va uning sezish qobiliyati uxlamas ekan. Agar siz uxlayotgan kishining yuziga qo'lingizni yaqinlashtirsangiz, uning yuzi atrofida qo'lingizni aylantirib harakat qildirsangiz, u uyg'onmaydi. Agar bir kishi uxlayotgan xonaga o'tkir hidli atir sepsangiz ham yoki xona zaharli gaz bilan to'lsa ham, uxlayotgan odam hech qanday hidni sezmaydi. Zaharli gaz uning burniga kirib, uyg'onmasidanoq o'sha gazdan vafot etadi. Lekin uxlayotgan kishining yonida baland ovozda gaplashilsa, qattiq shovqin ko'tarilsa, ana shunda u uyg'onishi mumkin. Inson tug'ilgan zahotiyoq birinchi bo'lib ishga tushadigan a'zo quloq va eshitish sezgisidir. Bundan tashqari eshitish sezgisi qayta tirilish paytida ham chorlash a'zosi hisoblanadi. Alloh taolo marhamat qiladi. Sur chalinishi bilan osmonlar va yerdagi barcha jonzot o'ladi. Illo Alloh xohlagan zotlargina tirik qolurlar. So'ngra u yana bir bor chalinganida nogoh ular barcha xaloyiq tirilib, qabrlaridan turib, Allohning amriga qarab turgaylar. Zumar surasi 68-oyat. Ma'lumki, chalinadigan narsaning ovozini ko'rish, ushlash, ta'mini totib ko'rish, hidlab ko'rish imkoni yo'q. Uni faqat eshitish mumkin. Shuning uchun surning ovozini qulog'i bilan eshitgan banda qabridan tirilib chiqadi. Kahf surasida Alloh taolo bizlarga o'sha yigitlarning quloqlariga urganidan so'ng ular uzoq yillar davomida uxlab qolishganini xabarini bermoqda. Buning natijasida ular uchun kunduz ham xuddi tun kabi shovqinsiz, sokin bo'lib qolgan. Alloh taolo bir necha oyatlarda eshitishni ko'rishdan ustun qo'ygan va uni boshqa sezgilardan avval zikr qilgan. Misol uchun Baqara surasining 171-oyatida shunday deyiladi: ular ma'nan kar, soqov va ko'rdirlarki, gapni anglamaydilar. Quloq siz istasangiz ham uning faoliyatini to'xtata olmaydigan yagona a'zodir. Bir narsani ko'rmaslik uchun ko'zingizni yuma olasiz yoki yuzingizni boshqa tomonga qaratib olishingiz mumkin. Yegingiz kelmayotgan taomni yemaslikka qodirsiz. Biror narsani ta'mini totib ko'rishni istamasangiz, bunga ham qodirsiz. Biror hidni yoqtirmasangiz, darrov burningizni berkitib olishingiz mumkin. Ushlashni istamayotgan bo'lsangiz, bemalol ushlamasligingiz mumkin. Lekin quloq faoliyatini to'xtata olmaysiz. Agar qo'llaringizni qulog'ingiz ustiga qattiq bosib tursangiz ham, baribir o'sha ovoz kiraveradi. Quloq bilan bog'liq yana bir oyatga e'tiborimizni qarataylik. Aniqki, siz o'liklarga so'zingizni anglata olmassiz. Orqa o'girib ketayotgan karlarga ham da'vatni uqtira olmassiz. Rum surasi 52-oyat. Bu oyatda Alloh taolo o'zining buyruqlariga quloq solmaydiganlarni o'liklar va karlarga o'xshatmoqda. Bas, ey Muhammad, siz karlarga eshittira olurmisiz yoki ko'rlar va aniq zalolatdagi kimsalarni hidoyat qila olurmisiz? Zuhruf surasi 40-oyat. Bu oyatda Alloh taolo karlarni ko'rlar va hatto aniq zalolatdagi kimsalardan ham avval zikr qilmoqda. Demak, quloq o'ta muhim a'zo ekan. Agar ushbu muhim a'zo ishlamay qolsa, buning qiyinchiligi boshqa a'zolarning ishlamay qolishidan ko'ra og'irroq bo'lar ekan. Bizlarga barcha sezgi a'zolarini, shu jumladan quloq va eshitish sezgisini bergan Allohga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Nafaqat sezgi a'zolarimizni, balki butun tana a'zolarimizni faqat o'zi rozi bo'ladigan ishlarga ishlatishimizni nasib etsin. Quloqlarimiz bilan ma'vizalar, pand va nasihatlarni eshitib,
unga amal qilishimizni oson qilsin. Amin.